Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning Xitoy va Sovet jahongirlari qarshi erkinlik va mustaqillik ko'rishining bir namoyandasi bo'lgan Sharq Turkiston Milliy armiyasi qurilganligining 78-yili xotirlanmoqda. 1945-yili 4-oyning 8-kuni qurilgan Sharq Turkiston Milliy armiyasining markazi G'ulji shahrida edi. Gerçi Sharq Turkiston Milliy armiyasi ayni vaqtda yangidan qurilgan bo'lsa-mu, Sharq Turkistonning shimolidagi 3 viloyatni nihoyat qisqa vaqt ichida Xitoyning tajovuzdan qutuldirdi. Shuning bilan bir vaqtda armiya Sharq Turkistondagi Xitoy hokimiyatining siyosiy markazi bo'lgan Urumchining eng kuchli mudofaa liniyasi bo'lgan Jing va Shixoni bosib o'tib, Urumchining bosog'isi qistab keldi. Əfsuslanarlıqı 1950-yili 1-oyning 20-kuni Sharq Turkiston Milliy armiyasi tajovuzchi Xitoy kommunistlari tarafidan Xitoy armiyasining 5-biyangtuani qilib qaytadan tashkillandi. 1955-yili butunlay amaldan qoldirildi va Sharq Turkiston tajovuzchi Xitoyning changiliga tushib qoldi. Amerika Tinchlik institutining to'rda 6-aprel e'lon qilingan bir maqolada chet eldagi Uyg'urlarning Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilgan jinoyatlarini o'zlari yashayotgan davlatlarning ichki sud mahkamalarida javobgarlik tortish tirishchanliklarini qo'llashni talab qilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, garchi nurg'un to'sqinliklar bo'lsa-mu, lekin Beijingning Uyg'urlar rayonidagi dafsanchiliklarni javobgarlik tortishda ilgirlashlar qo'lga kelgan bo'lib, Xitoyga bo'lgan besimni davomlashtirish kerak ekan. Amerika Tinchlik institutining oliy tadqiqotchisi Lauren Belay bilan Afg'oniston va O'rta Osiyo ishlaridagi oliy mutaxassis Matthew Parks qalamga olgan maqolada Xitoyni javobgarlik tortishda texmi cho'ng ilgirlashga erishish uchun izchil xalqaro qo'llash va hamkorlikni talab qilganligi bildirilgan. Xitoy armiyasi Tayvan atrofidagi quruqliq, havo va dengiz armiyasi birlashma harbiy manevrini davomlashtirmoqda. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligi tunugun yarim kechidan bugun kechgacha Orol atrofida Xitoyga tava 71 aeroplan va 9 urush paraxotining ko'rilganligini e'lon qildi. Tayvan bo'g'izidagi 3 kunlik harbiy manevrning 2-kuni Xitoy armiyasi Tayvan va uning atrofidagi suvlardagi muhim nishonlarga qarshi hujumni tahdid qilganligini e'lon qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropaning Tayvan krizini tezlatishga qiziqmaydiganligini, Washington va Beijingdan mustaqil strategiyani yo'l qo'yish kerakligini aytdi. Macron Fransiya va Amerika taratqullarining ziyoratini qabul qilganda Yevropaning to'qinishini tezlatmasligi va vaqt chiqarib o'zining Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi 3-qutb o'rni o'rnatish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Yana bir tarafdan Xitoy paraxot yasash shirkati CSSC Fransiyadan 3 milliard 200 million dollarlik zakaz topshirib olgan. Egilinishcha Beijing hukumati Xitoy shirkatlarining Airbus'dan 160 yo'lovchilar aeroplan setib olishini tasdiqlagan. Egilinishcha Yevropa aviatsiya shirkati Airbus Xitoyning Tianjindagi zavodiga yangi qurashtirish liniyasi qo'shish orqali ishlab chiqarish iqtidorini bir qatlaydi. Airbus'ning bu harakati Amerikalik raqobatchisi Boeing Washingtonning Beijing bilan bo'lgan munosabatidagi jiddiy vaziyatning ta'siriga uchragan paytda bu shirkatni Xitoy bozorida raqobat afzalligi bilan ta'minlaydi. İsrailiyaning Ramazon oyida Masjid Aqsoga qilgan hujumlar ayblanayotgan bir paytda oshqun Yahudiylar Isroiliya kuchlarining qo'g'dish ostida ishg'ol qilingan Sharqiy Yerusalimdagi Al-Aqsa masjidining hovlisiga hujum qildi.